Assalomu alaykum aziz gulsharodalari, yoshlar olam kuzatuvchilari. Mana bugun bizda sadoviy gullar, hammasi quyoshga chilamli. Aytib ketaman, gortenziyalar har xil sorti bor. Bular hammasi Gollandiya. Bu Grunes Gewolbe degan sorti. Mana ildizlari hammasi zo'r. Bularni rasmini, qanaqa ochilishi, ranglarini nimaga qo'yganman, Telegramga qo'yganman. Kirib ko'rsalaring bo'ladi. Bella degan sorti, har xil sortlardan bor. Mana yana boshqacha Rana degan sorti, qizil ajoyib ochiladigan har xil sortlardan bor. Kimga kerak bo'lsa Telegramga kirib zakaz qilsalaring bo'ladi. Hammasi mana yangi chiqaryapti, yo'g'onyapti gullar. Keyin flokslarimiz bor. Floksda ko'p yilligi bu, 1 yillik emas, 1 yilliklar arzonroq. Bu Gollandiyani ko'p yillik, mana ildizlar dahshat. U har yili ko'payadi, rangi har xil, qizil, pushti, pushti, oq, xameleon sortlari har xilidan bor. Keyin lyupinlarimiz bor, buni ham har xil sifatlari bor. Keyin roza, bu gibiskus roza, ya'ni kitayskiy rozani hovliniki. Bular hammasi bahor oxiridan boshlab kuzgacha gullaydigan sortlar. Gibiskusning mahroviy sortlari, pushti, havorang, oq, har xil sortlarini nimalari bor, rasmlari bor. Kirsalaring, ko'rsalaring bo'ladi qanaqa ochilishi. Daraxt bo'lib ketadigan sortlar. Barbarislarimiz 4 xil sorti kelgan. Salatvi, Natasha degan sorti, Aura degan sorti har xili bor. Barglari chekkasi variegatni bo'ladigan sortlar. Bular ham endi uyg'onayotgan gullar. O'zi sadoviy gulga qiziqadiganlar biladi. 4 xil sortidan kelgan. Kirib ulgurib olinglar. Keyin hostalarimiz Gollandiyaniki kelgan hostalar. Mana bular qimmatroq sortlari. Gollandiyaniki mana Patriot, Expression degan har xil sortlari bor. Qimmat yuradigan. Keyin Brunerani ham chiqa sortidan kelgan. Seri qimmatroq, lekin sortavoylari. Hostalarimiz yana bunaqalari chiqyapti. Faqat bular endi katta bo'lgandan keyin sortiga qarab sotiladi. Arzonroq chiqadi bular. Faqat sorti endi aniq bo'ladi. Bular sorti aniq bo'lgan gullar. Keyin shunaqa budleja degan gullar ham bor. Buni har xil tsvetidan bor. Zakazga keladi. Bular ham hammasi. Klimatislarimiz bor. Klimatisda ham o'sha hammasi Gollandiyaniki, zo'r tomirlari. Hamma yo'g'i zo'r. Bu fioletviy, mahroviy, gigant gulligi, mayda gulligi emas, gigant gulligi, oq gulligi bor. Oqali, katta ochiladigan gulligi bor. Keyin nimalar gortenziyani krupnolistniylari ham bor, metalchatniylari ham bor. Har xil sorti bor. Mana kattasi ham bor. Keyin vaygellalarimiz ham bor. Vaygellani qora ranglisi bor. Keyin variegatni sortlari bor. Mana endi uyg'onyapti bular. Bular ham quyoshga bemalol chidaydi. Quyoshli joyga ekaverasizlar, daraxt bo'lib ketadi. Buta o'zi katta bo'lib, bahordan oxiridan boshlab kuzgacha gullaveradi. Hop, keyin marozniklarimiz kelgan. Marozniklarimiz 2 xil tsveti bor. Manaqa qizil sorti bor. Keyin to'q fioletviy sorti bor. Orxideyaga o'xshab ochiladi. Bu hali bitta kolkolchik bo'lib ochilmaydi. Bitta nimada 3-4 tadan bo'lib ochiladi. Kimga kerak bo'lsa, hozircha mashlardan bor. Keyin buni oqlari ham, sariqlari ham bor. Zakazga keladi. Ular ham sotilib tugayapti. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 91 666 89 82 Telegramdan yozsalaring, narxlar kanalimga ulab beraman. Narxlari hammasi o'sha yozilgan. Hammasini tomirlari zo'r, sifatli, ishonchli Gollandiyani gullari hammasi. Mana shunaqa sadoviy gullar hozirda bor. Ulgurib olinglar. Aprelgacha xudo xolasa olib kelamiz. Telegramdan yozsalaring tashlab beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.